Barchaga assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan server side request for get zaifligini to'liq ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu zaiflik qanday ishlaydi, nima sababdan kelib chiqadi va o'zimiz lab yaratib, o'zimiz sinab ko'rishimiz ham mumkin bu zaiflikni. Okay. Men bunga kichkinagina Notion o'zim qo'lim bilan yozib chiqqanman. Ya'ni tushunarliroq qilib, ya'ni ortiqcha narsa umuman qo'shmaganman va kamaytirmaganman ham. O'rtancha qilib va tushunarli, aniq tonda bir odam tilida yozib chiqqanman. Ba'zi joylarda xatolik bor, ahamiyat bermaymiz. Buni to'g'rilab ketamiz. Okay. Videolar YouTube'ga 1 oydan beri chiqmayapti. Ma'lum bir sabablari bor edi. Vaqt bo'lmagan, o'rganish, hokazo. Endi xudo xolasa bilmadim. Kam chiqib tursa ham, lekin iloji boricha yaxshiroq kontent qilishga harakat qilaman. Biz boshladik. Endi server side SSR bu SSRF SSR deyman. SSRF bu server side request for query, ya'ni bu zaiflik orqali biz tashqi tarmoq orqali ichki tarmoq resurslariga kira olishimiz mumkin. Ya'ni nima degani? Aytaylik, bizada ikkita server ishlab turibdi. Ya'ni bittasi global tarmoqda. Misol uchun aytaylik, qaranglar, bizada uzum bor, uzum-uz. Endi men buni real target sifatida ko'rsatmayman. Uzum-uz global tarmoqda, ya'ni men istasam men Amerikadan turib kira olaman, istasam Rossiyadan turib, istasam Dubaydan turib ham Uzum marketga kira olaman Googledan. Va Uzum marketda ichida kompaniyada ichki tarmoqda ishlab turgan bir web server ham bo'lishi mumkin. Ya'ni u yerda ham websayt ishlayapti, faqatgina lokalda. Lokalda degani tushunamiz, faqatgina o'sha tarmoqqa ulangan qurilmalargina kira oladi. Biz hozirgi holatda uzumni tarmog'iga ulanmaganmiz va kira olmaymiz. Misol uchun aytaylik, u yerda lokalda 127.0.0.1 da admin ishlab turibdi. Kiradigan bo'lsa, bizda u narsa yo'q, ya'ni bu chunki uzumni lokal tarmog'ida ishlaydi va biz o'zimiz to'g'ridan-to'g'ri kira olmaymiz. SSR zaifligi esa aynan shu, ya'ni server mana shu global tarmoqdagi joylashgan server orqali как бы so'rov yuboramiz ichki tarmoqdan. Ya'ni через o'sha server orqali so'rovimiz ketadi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri o'zimiz tarmoqdan ketmaydi so'rov. O'sha target server orqali bizga so'rov ketadi. Shuni bilishimiz kerak, target server bemalol o'zining lokal tarmog'iga so'rov yubora oladi va javobini ham qaytara oladi. Bilamiz. Misol uchun bu holatda nima? Men sudo systemctl start Apache 2 deyman. Start bo'ldi. IP qilib o'zim IP mov olaman. Menda hozirgi holatda Ethernet. Kiradigan bo'lsa, bizda Apache server ishlab turibdi. Bu endi men buni lokal tarmoq sifatida ham ochsam bo'ladi. 0.0.1. Mana bizga Apache server ishlab turibdi. Agar mabodo men boshqa qurilmadan mana shu 127.0.0.1 teradigan bo'lsam, bu menga not found, ya'ni yo'q deb o'ylaydi. Ya'ni faqatgina shu qurilmaga tegishli bo'ladi. Okay. Endi server side request for get'ni dalch ko'rib chiqamiz. Admin sahifasiga lokal tarmoqdan ishlaydigan bo'ladi. Endi qaranglar, mana ba'zi bir korxonalar qanday bo'ladi? Admin page bo'ladi, bilamiz. Admin page to'g'ridan-to'g'ri ba'zi bir korxonalarda, misol uchun Uzum-uz aytaylik, bizda mana bu admin page bo'lishi mumkin. Bu to'g'ridan-to'g'ri, ya'ni admin sahifasiga kirmaydi. Misol uchun not found berishi ham mumkin. Sababi bunaqa sahifa yo'q, faqatgina lokal tarmoqda ishlab turgan bo'lishi mumkin. Nima sababdan lokal tarmoqqa o'tkazishadi? Birinchidan, xavfsizlikni ta'minlash uchun. Ya'ni o'sha любой chatdagi odamlar ham admin sahifasiga kira olmasligi uchun. Faqatgina shu tashkilot ichida tarmoq qo'llanganlar kira oladi. Okay. Asosan shu uchun bizga lokal tarmoqqa o'tkazadi admin page'ni. Okay, u bu narsa bu yerda nima yozilgan? SSRF zaifligi esa aynan shu, xullas tushundik. Ya'ni agar o'sha lokal admin page ishlaydigan bo'lsa, biz to'g'ridan-to'g'ri o'zimizni masofadan turib lokalda ishlab turgan servislarga kirishimiz mumkin. Tushunarli? Okay. SSRF nimadan kelib chiqadi? Birinchi SSRF asosan kelib chiqmasligi bu URL ni, ya'ni misol uchun filtrlamashlikdan soxta deyman, uzr. Xato
filtrlash yoki umuman filtrlamashlik oqibatdan kelib chiqadi. Shuning uchun har bitta so'rovlarni filtrlash kerak. Bu zaiflikni oldini olishga bizga yordam beradi. SSRF kelib chiqish asosan misol mana server quyidagi URLga murojaat qiladi va u murojaat qilgan URLni filtrlamaydi va shu orqasida SSRF kelib chiqishi mumkin. Misol uchun bizada shu holatda URL bor. Qaysi bir sayt ishlab turibdi, fetch qiladi URLni va aynan shu URLga bizga so'rov yuboradi va bizga javobini qaytarib olib kelib beradi. Pastroqda sal lab source'ni ham yasash ko'rsatilgan. Ko'rib chiqamiz uni ham. User quyidagi URLga so'rov yuboradi, ya'ni aniqroq user desa ham bo'ladi, ya'ni so'rov yuborganda u nima bo'ladi? Bu sayt o'sha web server o'zi so'rov yuboradi. Ya'ni user kiritadi, server so'rov yuboradi. Bu yerda sal xatolik ketibdi, ahamiyat bermaymiz. Bunda bu yerda xatolik emas, mana user quyidagi so'rov yuboradi va server shu URLni yuklaydi. Bu yerda to'g'ri ketgan ekan, men o'qimagan ekanman davomini. Ya'ni tushundinglar. Server aynan shu URLni yuklab bizga chiqarib beradi, ya'ni responsni qaytaradi. Agar mabodo filtrlamaydigan bo'lsa, o'sha so'rovimizni bu biz nima qilishimiz mumkin? Mana shu URLning o'rniga lokal tarmoqdagi admin sahifasini chiqarishimiz mumkin. Natijada nima bo'lyapti? Natijada bizga admin sahifa chiqarib beradi. Ya'ni agar mabodo bo'lsa, agar lokal tarmoqda admin ishlab turgan bo'lsa, bizga chiqarib beradi. Endi buni yaxshiroq tushunish uchun biz kelinglar lab tayyorlaymiz. Bizga bu uchun VirtualBox kerak bo'ladi. VirtualBox o'tkazib olamiz va bizga Ubuntu server kerak bo'ladi. Ubuntu server download deydigan bo'lsanglar, bizda sizlarda mana u chiqadi. Mana shuni download qilib olasizlar, bemalol ochsanglar bo'ladi. Men eski labim turibdi, kelinglar boshdan ochamiz. New qilaman. Misol uchun SSRF lesson deyman. Men image tayyorlayman. Bu yerda ISO image hozirda, misol uchun mana Ubuntu server bizada bor. Mana shuni ochaman. Biz user qo'shishimiz kerak. Misol uchun SSRF. Parolga ham SSRF qo'yaman. SSRF bo'ldi. Prosta SSRF qoldiramiz. Finish bosaman. Bu run qilishimiz kerak emas aslida. Birinchi men buni settings ga o'taman. Network va bizga bridge adapterga o'tish kerak. Va bizga asosan shu. Bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Start bosaveramiz. Bu bizga start bo'lib turadi. Xo'sh, okay, try. Hop. Video ketyaptimi yo'qmi? Yaxshi. Okay. Endi bu download bo'lib turadi. Biz darsga qaytamiz. Okay, qarang, biz lab tayyorlaganimiz nima bo'ladi? Hujumchi bo'ladi. Public web server ishlab turgan bo'ladi va internal web server ham ishlab turgan bo'ladi. Endi mana ularni qilmaymiz, faqatgina admin panel bo'ladi, misol uchun, va ichki tarmoq. Ichki tarmoqda admin sahifa ishlab turgan bo'ladi. Biz to'g'ridan to'g'ri, ya'ni attacker sifatida ichki tarmoqqa kira olmaymiz. Va shu oqibatida biz qanday qilib SSRF orqali tashqi tarmoqdan turib ichki tarmoqqa so'rov yuborishni hozir birgalikda ko'rib o'rganib chiqamiz. Va biz keyinchalik internal port scanning, ya'ni o'sha port scanningni ko'rib chiqamiz. Qani? Bu yerda burp suite bilan ham qilish ko'rsatilgan qayerdadir. Da. Mana internal port scanning burp suite bilan va Linux orqali ham kirsak bo'ladi. Keyinchalik. Endi lab source code bor. Mana ko'rishimiz mumkin. PHP da ham va anonda ham, Python da ham. PHP ni ko'rmaymiz, sababi bu menda o'xshamagan. Uncha o'xshagan aniqroq, lekin ko'limdagidek bo'lmagan. Python orqali qilganman. Misol uchun mana from Flask, bizga Flask kutubxonasi kerak bo'ladi. Bizga bu hali berib bo'lmaydi ham. Flask kutubxonasi kerak bo'ladi. Pipe install qilib olamiz. Keyingi narsa bu upload, ya'ni def admin qilamiz, ya'ni o'sha funksiya yaratamiz, ya'ni asosiy sahifaga so'rov yuborilganda internal admin page, ya'ni mana shu xabar bizga qaytadi. Va ahamiyat beradigan bo'lsa, bu 8000-port ishlayapti va lokal tarmoqda. Endi bu SSRFpy asosiysi, ya'ni bu yerdan Flask va request kutubxonasi yuklanadi. Bu yerda ham asosiy sahifada public website va fetch sahifasi bor. Fetchga, ya'ni URL parametrini qo'yiladi
va ayni parametrga qiymat yozilganda u so'rab yuboradi, request get qiladi va javobini bizga qaytaradi. Va bu tashqi tarmoqda, ya'ni tushundinglar. Ya'ni qaranglar, biz 127.0.0 dan lokal tarmoq deb tasavvur qilishimiz kerak. Mana u 0.0 larni esa global tarmoq deb tasavvur qilishimiz kerak. Shunda sal yaxshiroq bo'ladi. Okey. Mana shuni yuklab olishimiz kerak bo'ladi keyinchalik. Bemalol videoni to'xtatib yozib olsanglar ham bo'ladi. Xo'p, keyingi narsa biz ikkalasini ham run qilamiz va ko'rishimiz mumkin bu lokal tarmoqda ishlayapti faqat. Bu global tarmoqda. Endi bu ham lokal tarmoqda ishlayapti, no bunga ahamiyat berishimiz shart emas. Bu yerda ham o'sha aytib o'tilgan, ya'ni o'sha ya'ni admin page lokal ishlayotganligi, global esa bu yerda global deb bizni lokal tarmog'imiz nazarda tutilgan. Lokal deb mana shu loopbackda ishlab turgani nazarda tutilgan. Okey, bu yerda o'sha biz lab tayyorlagani qanday qilib yechganimizni ko'rsatilgan. Buni endi amaliy ko'rib ketsak bo'ladi. Endi bu qachon yuklanadi? Xullas, bu yuklaganlardan keyin nima bo'ladi? Keyin men buni o'chiraman. Men sразу srafga o'tib ketaman. Mana o'zim eskisiga. Xo'p, bizga yonadi hozir. SSRF hacker. Bo'ldi. IP qilib ko'rib olaman. 192 168 248. Biz bunga ulanib olishimiz kerak iloji bo'lsa. Iloji bo'lsa menga ikkita terminal kerak bo'ladi. Men SSH 120 129 necha qo'yapman? 192 168 248 da. Israf sabachka. Biz ulandik. Buni ham ikkinchi terminalga o'tkazib olaman. Okey. Bizga mana bu bor. Xo'sh, biz nima qilamiz? rm-rf full hammasini yo'qotamiz. Nani qilaman? Admin py. Ya'ni admin sahifasi uchun men kodni olaman. Lab source ga kiramiz. Mana shu admin kodni olaman. Joylayman. Saqlab chiqib ketaman va bu yoqqa nano srf py. Ya'ni asosiysi. Olib yuklaymiz. Endi Python srf py. Bu yoqqa ham Python admin py deyman. Python 3 ekan, adashdim. Va aytibdi bizga Flask degan kutubxona yo'q. Keyin biz o'tkazamiz. Python 3 biz muhit yaratamiz, venv qilib virtual muhit yaratishimiz kerak. Va biz source berib olishimiz kerak. Source venv bin activate. Bo'ldi. Pip install Flask va bizga request kutubxonasi kerak edi. Bu yoqqa ham source beraman, o'sha venv bin activate. Bo'ldi, source berib oldim. Endi biz nima qilamiz? Python admin py. Okey, bu ham bo'ldi. Lokal tarmoqda ishlayapti, to'g'rimi? Python srf py. Bizga global tarmoq sifatida. Endi shunday tasavvur qilsak yaxshiroq. Agar men mabodo mana shuni to'g'ridan to'g'ri ochadigan bo'lsam, kirmaydi. To'g'ri ko'rdinglarmi? Endi biz mana shu admin sahifaga kirishimiz kerak. Ya'ni bu qayerda VirtualBox ishlab turibdi. Bu alohida bir server. Okey, bizga global tarmoqdagi IP bor. Public website ishlab turibdi va bizda bilamiz fetch sahifasi bor. Fetch qilishimiz mumkin http qaysidir URL ni. HTTPS misol uchun men Google ni fetch qilib ko'rgan bo'lsam, bizga Google ni chiqarib berdi. Ko'rishinglar mumkin. Endi men nima qilishim mumkin? Endi men xo'sh, burp suite yoqishimiz kerak bu uchun. Burp suite bilan ancha foydaliroq bo'ladi. Desktop burp suite java-jar burp loader. Run qilib olaman. Bo'ldi, bizga bu kerak emas. Xo'p, bizga burp suite next и все. Xo'p, proxy interceptni yo'q olaman va proxyni ham yo'q olaman. Men qayta refresh qilaman. Bizga bu so'rov keldi. Men buni repeaterga jo'nataman, bizga intercept kerak emas. Proxyni o'chirib qo'ysa bo'ladi.
Aynan mana shu so'rov bilan ishlaymiz. Men send bosadigan bo'lsam, bizga chiqarib berdi. Ya'ni aniqrog'i Google'ni sahifasini chiqarib render qiladigan bo'lsak ham Google turibdi. Endi nima bo'ldi men aytaylik 127.0.0 ni jo'natdim. Biz bilmagan holatda qilamiz, ya'ni qaysi portda ishlayapti, qaysi sahifada ishlayapti biz bilmaymiz. Men send bosaman. Okey qaytdi. Render qiladigan bo'lsak, bizga ko'rishimiz mumkin, yaxshi. Apache ishlab turibdi ekan. Biz shuni tushundik. Bizda lokal tarmoqda nimadir bor. Endi biz nima qilishimiz kerak? Men buni port scanning qilishim kerak, ya'ni portini aniqlashim kerak. Bizga shu bo'ldi. Endi biz portni aniqlab olishimiz kerak. Endi o'zi aslida page aniqlashimiz mumkin edi. Birinchi holatda qandaydir. Endi biz bilamiz page yo'q. Biz bu yoqqa payload qo'yib va hozirgi holat sirazi portni qo'yib ketamiz. Misol uchun hozir bizda 80 ishlab turadi. Men 80 olaman, add payload position qilaman. Va men bu yoqqa number list, ya'ni bu yoq bizga bilamiz port bu faqat raqam. Birinchi portdan misol uchun 10 mingta port scan qilamiz faqat. Asosan shu. Start attack bosadigan bo'lsam va biz ko'rishimiz mumkin, mingta port scan bo'ldi уже. Hammasini scan qiladi. Xo'sh, bizga bu nima? Response render qiladigan bo'lsa, Apache qaysi port? 0. Yo'q. G'alati. Okey, bizda bu bo'lsin. Filtrlab tekshiramiz. Unda 200 qaytdi bunga, qandaydir bilmayman qaysi port tushunmay qoldim o'zim, hayronman. Birinchi portda 500 server error, ya'ni bunaqa nima edi? Server ishlab turgan servis topilmadi va bizga bu уже tugadi. Finished. Men buni status kodlarni nima edi? Filtrlab olgan bo'lsam, biz to'rtta 200 bor ekan. 200 da ham ishladi. Misol uchun 80 da 80 bor ekan. Bu default holatda bizga qo'yilgan ekan. Okey, ishlaydi bu. Keyingisi 80, keyingisi 5000. Response ni render qilgan bo'lsam, public website biz bilamiz. Mana unimiz ham lokalda ham ishlayotdi. Mana o'sha SSRF Py dasturimiz. Уже bilmayman, errorlar bilan qanday so'rov loglar juda ham ko'payib ketgani uchun pastga va 8000-port bor ekan. Va ahamiyat bersa 8000-port bu bizga lokalda ishlab turgan admin sahifasi edi. Va bu bizga nima qildi? To'g'ridan-to'g'ri lokal tarmoqqa so'rov yuborib berdi. Request ko'radigan bo'lsa, bizga shu holatdagi request, men bu request prosta copy qilishim mumkin. Bu yoqqa repeaterga joylab yuborishim mumkin. Men buni prosta send qilib bosaman va bizga xuddi o'sha narsani chiqarib berdi. Men olishim ham mumkin, istasam bu yoqqa xo'sh joylab tekshirib ko'rishim mumkin. Va bizga ichki tarmoqdagi admin sahifani bizga ochib berdi. Tushundinglar? Bu qiyin emas, Burpsuit bilan vashi maza. Burpsuit Pro bo'lsa undan ham mazza, chunki juda tez bo'ladi. Attack. Va shu. Okey, keyingi narsa nima? Asosiy narsani tushunib oldik, SRF ishlashini. Endi u yog'i asosan filtrlar edi. Linux orqali ham port scanning qilishni ham ko'rsatib berishim mumkin istasanglar. Mana bizga shu holat. Nima? Xo'p, mana biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa, biz portlarni ochib yaratib olishimiz kerak. Bu ishlab tursin. Misol uchun bizga hech bo'la yo'q. Dokumentsga kirib olishim mumkin. Xo'p, men sec ports qilaman, ya'ni bu nima qilib beradi? 1 dan 10 minggacha bo'lgan raqamlarni ports faylga saqlab beradi. Va ko'rishingiz mumkin portlar bor. ffuf qilaman, -u. Men mana shuni olishim kerak va bizga bu holatda faz bo'ladi. Wordless ports biz send bosib biz filtr qilib olishimiz kerak. Yokida statusni qanday filtr qilardi? ffuf dash qilib qilgan bo'lsak, filtr kodi ekan. Filtr kod 500 qilsa ham bo'ladi. Ya'ni faqat 200 status kodlarni bizga chiqarib beradi. 80-port ochiq ekan. Bilindi. 80 qiladigan bo'lsak, Apache yaxshi. 5000-port. 5000-portda o'zimiz mana ishlab turibdi.
va 8000 port chiqish kerak hozir. Da 8000 ishlayapti va bu shu orqali ham aniqladik. Ko'rishimiz mumkin. SRF xuddi shunday zaifligida. Keyinchalik Advanced SRR qandaydir bypass usullarini ko'rib chiqishimiz mumkin. Endi bu yerda pastroqda nima berilgan? Xullas, misol uchun filtrlarni bypass qilib o'tish. Agar faqatgina shu 120 ta lokal tarmoqlarni nima edi, blok qiladigan bo'lsa, biz integer ko'rinishda so'rov yuborishimiz ham mumkin. Bu bizaga resolve qilib beradi server o'zi avtomatik va bu 120.0.1 ga aylanadi. Qolgan filtrlar ham shu. Bu bizaga Telegram kanalimizga tashlanadi. Bemalol kuzatib, o'zingizlar bemalol ko'rib, lab tayyorlab yasasanglar ham bo'ladi. Bugungi darsimiz asosan shundan iborat edi. Rahmat.